Gapir Asaxiy. Sen nima arvohmisan? Javob ber, rostdan arvohmisan? Bu xoch-ku. Arvoh xoch taqib yura oladimi? Adashmasam unday emas. Bu savolingizga javob bera oladimi? Unda tushuntirib ber. Sinfni do'zaxga aylantirgan shayton va barcha jinlarni qaytib ol. Iltimos, bizlarni ko'zdan qochirma va himoya qil. Men sinfimiz uchun duo qilayotgan edim. Va buni evaziga sizlar menga shuni ravo ko'ryapsizlarmi? Hali ham sovuqmi? Bunga sovuqqonlik deyiladi, arvoh emas. Ha, sovuqqonlik yo'q joydan-a? Demak, Asaxiy arvoh emas. Sirli sinf 3-qism. Yigitlar, hozir epik qismi bo'ladi. Haruto, bilaman qo'rqinchli, faqat yig'lama, xo'pmi? Menmi? Agar qo'rqsang, meni quchoqlashing mumkin. Bu gaplarni kimga aytayotganini qaranglar. Nima gap? Qayerdan kelyapsizlar? Rassomchilik xonasida Asahiyning yoniga borgandik. Nega? Undan shubhalanganimiz uchun uzr so'rab keldik. Baribir juda ham g'alati. O'sha paytda hamma Asahiydan shubhalandi. To'g'ri aytasiz. O'zlini barcha qismlari bir joyga kelgandek tuyulib ketdi go'yo. Nima bo'lganda ham qarg'a mustahkam derazani sindirdi. Bu degani rostdan ham sinfimizda nimadir bo'lyapti. Faqat shuni o'ylaverganimdan meni qo'rquv bosyapti. Agar shu e'lonni qilganimizda balki prosmotrlar tomni yorib o'tgan bo'lardi. Nima bo'ldi? Hech narsa. Birozga tashqariga chiqib kelaman. Hoy, buni qorong'ida qayerga bormoqchisan? U qo'rqmaydimi? Jerugur. Nima qilyapsan? Rosti, bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Qayerga? Biroz aylanib kelaman. Nega oldinroq xayolimga kelmagandi? G'alati. Shu yerdan jonli efirni boshlashim kerak. Hammaga salom. Bu Super King Cow Baby TV Son Jungwan. Bugun menga aytishlariga qaraganda arvoh bor bo'lgan sinfxonaga tashrif buyurmoqchiman. Unda qani ketdik? 한번 Janob, bu yerda nima qilyapsiz? Derazani ko'rishga kelgandim. Bunga nimadir kelib urildimi? Ha, qarg'a. Men hozir buni tuzatib, yangisi bilan almashtirib qo'yaman. Ammo maktab ma'muriyatiga ertaga xabar qilaman. G'alati.
Hammaga salom. Mana shu sinfxonada arvohlar ko'rinib boshlagan. O, Addicted to Horror izoh yozdi. Biz qanday qilib arvoh borligiga ishonishimiz mumkin? Isbotla. Bu haqida ko'p o'yladim va bir narsa topdim. Bu ilovani nomi arvoh topar. Hozircha rostdan ham arvohni topa oladimi yo'qmi bilmayman. Keling, hozir sinab ko'ramiz unda. Qani, ketdik. Oh, hozirgina nimadirni aniqladi. Ko'ryapsizlarmi? Ajoyib. U xonada u yoqdan bu yoqqa o'tib yuribdi. Obbo, qayerga daf bo'ldi endi? Meni qo'rqitib yubordi. Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Boshqa o'quvchilarga hayron bo'lmayman. Ammo Yonjoyuk, sen bunaqa baho olmasliging kerak edi. Ko'rinishing ham uncha yomon emas. Charchagan ko'rinasan. Men yaxshiman. O'zingga e'tibor qilishing kerak. Yaqinda oraliq imtihonlar. Bunaqa baholar bilan testlarga kira olmaysan. Ha. Ketishing mumkin. Yoshi, nima gap? Sendan bir narsa so'rashim kerak. Men Salom bolalar. Salom. O, Naruto. Xayrli tong. O, bizni Naruto rosa xushmuomala. Park Ching-woo. kechir. Nima qilyapsan? Aytishlaricha arvohlar tuzdan qo'rqarmish. Shuning uchun to'sib qo'ymoqchiman. Shunda ular hayotda menga yaqinlasha olmaydi. Yo'q, rostdan ham ish berarmikan? Ha, albatta. Unday bo'lsa yana tuz qoldimi? Nega? Shunchaki, agar qolgan bo'lsa men taraflarga ham sepib qo'y demoqchi edim. Bu men qo'rqyapman degani emas. E'tibor berma. O'ylab ko'raman. Sojunhan, nima bu? Nima bo'pti? 200 ta obunachi? 200? Men hech biringizni yuzingizni ko'rsatmadim yoki oramizda arvoh borligi haqida gapirmadim. Men shunchaki bo'sh xonani suratga oldim. Buni nimasi yomon? Seni ogohlantiryapman. Muammo chiqarma. Sen menga buyruq beradigan kim bo'libsan? Sinf rahbari bo'lsang menga nima? Sen mening shaxsiy ishlarimga aralashishga haqqing yo'q. Voy, tinchlaninglar. O'zingga qara.
Bu hammasi shu arvohni deb. Arvoh, qayerdasan? O'zingni ko'rsat. U shu yerda. Nima? Arvohmi? Qayerda? Naruto. Sen Narutoni arvoh deyapsanmi? Yana necha marta aytish kerak? Naruto arvoh emas. U xavfsizlik xodimiga salom berdi. Agar Naruto arvoh bo'lsa, xavfsizlik xodimi uni qanday ko'rishi mumkin? Sen qanaqa ahmoq odamsan? Nima? Nega yaponchada gapiryapsan? U qanaqa tentaksizlar dedi. Hoy! Buvim bunga yaxshigina kuch sarfladi. O'zi bu qachon boshlangan edi? Mart oyida. Bu sen yotoqxonada yashashni boshlagan paytingga to'g'ri keladi. Shu paytgacha unaqa yomon emasdi. Ammo borgan sari yomonlashyapti. Nima bo'lganda ham rahmat. Boshqalarga buvim shaman ekanligini aytma. Aytmayman. So'z beraman. Kechqurun yaxshi uxla. Qaytdingmi? Ha. Shoshmay tur. Bu safargi choy nima uchun foydali? Uxlashingga yordam beradi. Kechasi yaxshi dam olmayotganga o'xshaysan. Rahmat. O, qayerga? Hojatxonaga. Sen uxlayver. Tezroq qayt. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 쭉 원하는 대로 넘어 괜찮은 걸만 그거면 됐다 널 사랑했다 Qayerga? Buni tashlab kelay. Oho, Naruto, sen shunaqangi yaxshi bo'lasan. Juda aqlli bola, shunday emasmi? Hozir sen biz bilanmisan? Agar shu yerda bo'lsang, iltimos javob ber. Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Sirli sanaf